hörmətli anlıqçılar, yazğıcı Habibulla Ablametning mərhum liderimiz Məsud Sabiri Bayquzining ömür musafisiga bag'ishlab yozgan Məsud Apandi nomli tarixiy romanni anglitishni boshlaymiz. Ovozda Hur qiz Baytash. Məsud Apandi bilan Abdurahmon Apandi bu yerga kelganda qattiq umidsizlikka asir bo'lgan edi. Aslida Qo'rg'on otliq bu joy mərhum Yaqubbek zamonasida Manju istilochilariga qarshi jangda to'sqin qo'nalg'isi qilingan joy bo'lg'achqa Qo'rg'on deb atilib qolgan ekan. Shu damda bu muqaddas makonni bag'riga besib yotgan Jirjiz hojining muborak tuproq beshida ikki sabdishi Yosin o'qib, ro'yiga atab duo tilovat qilib, yana yo'lini davom qildi. Yo'l bo'yi Məsud Apandining quloq tubida Jirjiz hojining erkinlik suv tegidimi emas, yolqinlik o't ichidimi emas, bo'ron judulla ichidimi emas, u faqat har birimizning qalbida. Oldi bilan o'z qalbimizni ozod qilishimiz kerak. Har birimiz yuragimizda o'zimizning mustaqil davlatini turg'izib chiqishimiz kerak. Ruhiyat dunyomizda qad ko'targan qaysar tavranmas iroda bizni mustaqillik yo'liga boshlaydi degan so'zlari jaranglab turdi. Texi ularning yo'li uzun edi. Uning ustiga Xo'janiyaz hojining qo'shinlari bilan Mojoyin qo'shinlari bu yo'llarda jang qilib mangan bo'lg'achqa, yo'l yoqasidagi yezi kentlar butunlay vayron bo'lib ketgan edi. Ko'ngli bearam ikki yo'lovchining otlarimi o'zlarining yuraklarida tinim topmay tipirlab, etilgan bombalarning dastidan o'ng'ul do'ng'ul asti usti bo'lib ko'yib qardab ketgan yo'llarda manzilga qarab yo'l olmoqda edi. Bu yo'llarda mangan chaqlar bo'lsa, ularning hayotidagi eng og'ir vaqtlar hisoblanadi. Ularning chehridan tabassum qochgan edi. Atning tuyoqlaridan chiqayotgan har bir sada ularning yuragiga qo'g'ishin bo'lqi bilan urgandek tuyulgan edi. Vaholanki oldida kutib turgan manzil Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining porliq istiqboli bo'lmasdan, balki vaqtsiz zavolliqqa yuzlangan bir davlatning tirodiyalik qismati edi. Ular ansizlik ichiga petib, ko'ngilsiz kayfiyat ichida yo'l yurgan chog'larida yupurmoqlarning tuyuqsiz shildirlab qilishlarini, shamolning yenikkina g'uyuldashlari ularni cho'chitib o'tadi va yana manglaylaridan sovuq ter tomchilab eqib ketadi. Shu chog'larda Məsud Apandi bola voqalari bilan xo'shlashgan o'sha yarim kechini esga olgan edi. Ayoli Sara xonimning orqa-orqadan 7 bolani tug'ib, bug'doyliqdagi qaronchuqdek bo'lib qolgan taqturqi ko'z oldida namoyon bo'lgan edi. Ana shu ulug' ana hozir Tianjinda o'qiyotgan Ertuğruldan boshqa Uyg'ur, Yildirim, Tomris, Gultekin, Qivilcim va Yalchin qatorliq 6 uşaq balaga hem ana hem ota bo'lib, ularni beqib qatorga qo'shish uchun yolg'iz beshiga fidokorlik ko'rsatdi. Ayni chog'da ayoli vaqtni qo'ldan berib qo'ymaslik uchun bir tarafdan yo'ldishining yo'lga elib olishi uchun kerakli bo'lgan muhim narsa keraklarini tayyorlab turib, Xudoyim bizning beshimizga kelgan bu balo qazolarni ikkinchi bir bandasiga ko'rsatmasin. Nima degan tugamagan tortquliq bu? Ko'nglim tuyib turibdi. Mushu baxtsizliklarimizning orqasiga texmi dahshatlik bir baxtsizlik yushiringan bo'lishi mumkin. Bu balodan qutulishimiz uchun darhol bir chora tepishimiz kerak. Agar siz bizdan ayrilib, bu yerdan ketib, jiningiz omon qoladiganli bo'lsa, bizning holimizning kori chaqliq. Biz bu balolardan qutulishning chorasini bir amal qilib topamiz. Mening ansiraydiganim sizning bexatarligingiz. Yo'lda diqqat qiling. Yo'lingiz uzun ham xatarlik. O'zingizni ayang. Bizni har yerda bo'lsangiz hargiz unutmang. Siz bizni unutmasangizlar, men balalarga ega bo'lib, ularni qatorga qo'shiman. Hozir muhim bo'lgani sizning jiningizning omon qilishi. Qani, tez bo'ling.
mehribon ayolining tinchsiz, andishilik taqi turqi uning ko'z oldidan ketmayotdi. Yana kelib, bir-biridan omoq, bir-biridan aqlliq o'g'il qizlarining tun nisbida dunyodan bexabar push uxlayotgan chiroyi uningga bir jihatdan tasalli beradi. Qadimkilarda aqlliqning eti harmas deydigan bir tamsil bor. Ani shu tamsilga taqqas keladigan harmas jada at ustida ketib o'tib, tugumas xiyollarni qilib, o'ltirishib ketgan ko'zlaridan yosh agishga boshladi-da, yana darhol g'oyib bo'ldi. Ehtimol, ulug' egam shu ko'z yoshlarning to'kilishini xohlamadi bo'g'ay. Darvaqa bundaq yoshlar egamning nazarida dunyodagi eng qimmatli go'hardanmi e'tiborli ekanligida na shubha. Tağ davatlar atlab, at üstüde yol yürgen Mesut Efendi bilen Abdurrahman Efendi'nin her ikilisi uruqlab, çırayları burunqıdan özgürüp ketken idi. Her ikilisinin çırayları tatırıp, hargılık yitip, peytarı bulup ketken yüzlerinin qovuzi olturuşup ketken idi. Ola nima bo'lsa bo'lsin, bu g'urbat bosgan yo'llardan tezroq qutulib, manzilda qanday qismatlarning saqlab turishidan qat'iy nazar ittikirak yangi sog'i yetib berish uchun tirishayotgan edi. Ular shu tariqada jiddiy yo'l yurib, Oqsudan yo'lga chiqib, Maralbeshiga kelib, O'rdaklik orqali Payzavodga kelib, u yerdan davomli ilgirlab, yangi sog'i oxiri yetib kelgan edi. Aksi Zeynaviddin təvərrüq qalğan cedi atqa taki baydiki qorğanğa kelgiçə heç bir vaqt qamçı təkküzməyən idi. Amma yeni sağı kelgiçə atqa neç qıtım qamçı urub saldı. Əslida bu qamça cedi atqa emas, özünün tələйsiz təqdiriga, milletning mushu baxtsiz qismetiga açıqlab, rəhimsiz pələkə urğan qamçı idi. U qamça xuddi o'zining laxti bo'lib zardobga to'lgan yuragining yorisiga tekkandek hamma a'zoyi chimildab og'rib ketgan edi. U at ustida ming bir mushaqqatda necha 10 minglagan shahidlar berib qurgan bir davlatning bir dilli gumron bo'lish girdobiga berib qolganligini o'ylab, ochiqini o'zini yo'l bo'yi ustida ko'tarib kelayotgan pidokor atni urib chiqarmoqchi bo'lgan edi. Ammo lekin atqa har bir qamchi urg'inida o'zining ruhining jismidan ado-judo bo'lib chiqib ketayotgandek his qilib, azobning ustiga azob qo'shilib, ko'ngli texmo perishon bo'lib ketgan edi. Darvaqa yangi sog'i kelib, Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining vaziyatini o'z ko'zi bilan ko'rgandan keyin bu perishonlik texmo kuchayib, yuraklari par-par bo'lib ketgan edi. Abdurdin. Bu romanning yozuvchisi bo'lish sifatim bilan yangi sadagi janglarning tafsilotini hasrat nolisi ichida paraxut ustida turib, dengiz shamoliga ko'ksini tutib, o'yga patgan Mesut Efendining yodiga silib, uning o'ltirishib ketgan ko'zlaridan Hazrati Odam bilan Havvo onadan miros bo'lib qolgan musibatli ko'z yoshlarni dengizga to'kkizim kelmadi. Va o'zimning ig'ir bir kasalning og'riq azobini tortgandek ro'y holatni yana bir qitim beshimdan o'tkazishni ortiqcha deb qaradim. Shuning bilan birga yana yangi sodagi janglarning butun jarayonini yiptin yangnisigacha o'zimning yo'l nomli tarixiy romanimda astoydil bayon qilganligim uchun shundoq bo'lishni munosib ko'rdim. Agar siz bir o'qirman bo'lish sifatingiz bilan yangi sodik ishlarning butun vaji bilan tegi-takdini bilmoqchi bo'lsangiz, Kaminaning Yo'l nomli tarixiy romanini o'qig'aysiz. Faqat men bu romanda Mesut Efendi bilan birga tog' atlab, yangi sog'i kelgan Abdurrahman Efendining yangi sodiki bahodirligidan ozroq uchur berib o'tib ketishni o'zimning burchi deb his qilganligim uchun baribir yana Mesut Efendini hijron azobida qon qusgan kokkukdek iztirob chektirishga majbur bo'ldim. 1934-yili fevral oylarining o'ttirildan boshlab Majonyingning qo'shinlari Qashqar shahrini butunlay ishg'ol qilgandan keyin bir oy ichida
bütün күчүнү топлап, барлык harbiy yurishga kerakli bo'lgan o'q-dora, yemek-ishmek, at-ulaq qatorliq hozirliqlarni tayyor qilgandan keyin Yangisarga qarab yurish qilgan edi. Әні шу чағда Мәсуд әпәндінің өзі білән бірге Мұздағыны атлап, Yangisarga yetib kelgan Tatar ağinisi Abdurrahman әпәнді болса, Мәсуд әпәнді білән бірге Yangisardan yekəngi çekinishni qat'iy rad qilib, Yangisarda qalgan edi. O pidai və əskerlər bilən birgə Şərqi Türkistan İslam Cumhuriyetining ən axırqı qorğanı bolğan Yangisar sepilini qoğdaş jəngigə qatnışıb, mərtlik bilən şehid bolğan idi. Мәсуд әпәнді bolsa, Yangisardan yəkəngi kelib, Şərqi Türkistan İslam Cumhuriyeti rəhbərlərinin teri pirang bo'lib ketganligini ko'rgandan keyin bu inqilobdan umidini üzüb, ming bir mushaqqatda Himalaya tağlarını atlab Hindistonga hijrat qilgan edi. Shu tapning o'zida ikki qo'lini bir-biriga kirishtirib, paraxotning rishatkasiga yo'linib turib, bo'ynini sal oldiga so'zib, dengiz shamollariga yuzini tutib turgan Mas'ud әпәнди portning egiz qo'pirilgan beton to'siqlariga tinimsiz kelib urilib, ko'pikka aylanib, yana dengiz suyiga qitilib ketayotgan dengiz to'lqinlariga qarab xiyol surmoqda edi. Uning ko'z oldidagi aşı dengiz to'lqinlaridek ko'rinayotgan Yangisardagi askarlar, fidoilar, so'pi inshallah va yezi-yezilardan kelib orqa saf xizmatlariga yordamda bo'layotgan dehqonlarning hammasi birma-bir tizilib o'tmoqda edi. Özü bilan birga Yangisar fidoilariga harbiy ta'lim-tarbiya berayotgan Abdurrahman әпәндінің kelishgan qaddi-qomati, qo'yuq sog'ish chochlari, tom qoshlari, tiniq ko'zlari, kishini o'ziga jalb qilib turadigan oftobda ko'yib qordab ketgan nurliq, ahdsiz so'qichoq yuzi, qonxarliq ilmak burni, nepiz lavlari orasidagi ratlik tishlari qatorliq bir butun siyoqi dengizning aynakdek yuzida aks etgandek bo'ldi. U echinish va noshudlik ichida go'yo dengizning cho'nqur taktin ko'rmoqchi bo'lgandek tövanga egilib, uzoqcha tikilib turdi. Ağinisi Abdurrahman әпәндінің cesur simasi bu hayotning mangu xotirasi sifatida qalbining cho'nqur yeridan o'rin olgan edi. Do'stlik ham baxit, ham muhabbat bilan qarindosh, u sening so'lg'in ko'nglingga malham. Yurakni qoplagan dard alamning qora bulutlarini surib chiqarg'uchi salkin shamol. Do'stlik lazzati seni hayotni, insonni o'zingni qadrlashga va yashayotgan dunyoni suyishga e'tiborlashga rag'batlantiradigan yiroq qirg'oqdagi oltin qo'ziq. Darvaqa Abdurrahman әпәнди Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetining muhim rahbarlari qatorida yakanga chekinib, jinini qutuldirishning o'rniga sepilni qo'g'dash jangiga qatnashib, Muhammad ibn Bug'raning ikki inisi Shah Mansur va Amir Sohib qatorliq qo'mondonlar bilan billa shahid bo'lishni afzal ko'rgan edi. Kim sharaflik o'limni ixtiyor qilgan bo'lsa, shu hayotning qadriga haqiqiy ma'noda yetgan bo'ladi. Mutlaq bu o'lim vatanning hurligi, ozodligi uchun ixtiyor qilingan o'lim bo'lganligi uchun har ikki dunyoda sharaflikdir. Bundaq bir o'limga muyassar bo'lgan kishining hayotini haqiqatan qadrlashga, xotirlashga, ulgi qilishga, daston yozishga arziydi. Odatda ortiqcha jon qayg'usida bo'lish har kimning dodillik va qaysarlik talab qiladigan ishlarni qilishiga to'salg'i bo'ladi. Darvaqa jinini qo'lga elib qo'ygan odam boshqa odamlarning qo'lidan kelmaydigan qahramonliklarni hech o'ylab o'ltirmay qila oladi. Kim vatan uchun jon tasadduq qilishga bel bog'lasa, u o'zining kuch-qudratining ulg'ayib, nazar doirasining kengayib, ko'nglining yorib, barliq gunohlari ustidan ko'tarilib ketayotgandek his qiladi. Paraxot eng oxirgi gudukni berib, Bombay portidan asta-asta qo'zg'aldi. Paraxotning yo'g'on turxundan to'lg'inib chiqayotgan istitak
asta-asta ko'k osmonga ko'tarilib, portning ustida birdam laylab yurgandan keyin tamoman tarqalib ketdi. Paraxotning orqasidan va yon tarafidan ko'tarilgan dengiz to'lqinlari ustidagi oppoq ko'pikchilar ketayotgan paraxotning orqasidan agishib, yana g'oyib bo'lib ketib boradi. Paraxot oldida so'zilib yotgan poyonsiz dengiz bo'shligiga ishkirlab kirgan siri havo bo'shligidagi dengiz choykalami bara-bara shalangshib, oxiri ovozlarimi tinchlandi. Faqat paraxotning ostidan chiqayotgan dengiz suyining bujg'unlarining shaqirgan ovozi bo'lsa, dengizning salkin shamolining guruldigan ovozi bilan qo'shilib, Mas'ud apandining quloqiga so'qilmoqda edi. Paraxotning ostidan ko'tarilgan to'lqinlar asta-asta atrofga yeyilib, tinimsiz ushiq to'lqinlarga aylanib, quyoshning nuri bilan qo'shilgandan keyin go'yo kishining ko'zini qamashtiradigan marvoyitlarga aylanib ketayotgandek ko'rinmoqda edi. Ani shu uzluksiz ko'tarilayotgan to'lqinlar bo'lsa, poyonsiz yayloqda buluq o'sgan o't cho'plarning tog' shamolida larzon lingshishlarini asga solatdi. Mas'ud apandi cheksiz dengizga qarab, bir tarafdan haqiqiy erkinlikning nima ekanligini texim his qilgan bo'lsa, yana bir tarafdan o'zini mushu dengizdagi tanho biliqdek chog'lab, g'iribsinib qolgan edi. Darvaqa kishiga dengiz okean quruqlikqa qaraganda teximi yuksak erkinlikni his qildirdi. Dengizning ustida qad ko'tarib turgan imoratlar yo'q. Atrofini qurshab turgan tog' tizimlari yo'q. Asti va usti o'xshashla ko'p-ko'k bepoyon bo'shliq. Shu vajidan dengizning o'ttirisida turgan har kim o'zini shunchalik erkin his qiladi. Ustida ko'k osmon, ostida ko'k dengizdan boshqa narsa bo'lmag'achqa, har kim o'shiqcha ruhiy bisimlardan vaqtincha xoli bo'ladi. Ammo Mas'ud apandining chehrida ana shundaq ruhiy kayfiyatning alomatlari ko'rilmaydi. Paraxot quruqlikdan yiroqlashib, dengizning ichiga qarab ilgirlagan siri o'zining vatanidan va oilasidan shuncha yiroqlashib ketayotganligini his qilib, ustidagi yuk bag'on siri eg'irlashib ketayotgandek bilindi. Shanxayga berish uchun tushgan bu paraxot uning nazarida Külpat dengizidan o'tkichi shafqat kemisi emas, balki Yunon afsonalaridagi tangdossiz botur qahramon Antaning putini zamindan ayirib o'tgan Heraklisdek tuyulib ketayotgan edi. U o'zini go'yo Antaga o'xshatib qolgan edi. Anta tangdossiz qahramon bo'lsa-mu, holbuki uning bir ojizligi bor edi. U bo'lsa-mu, o'zi tug'ilib cho'ng bo'lgan yurtning ona zaminidan ikki putini uzgan hamon uningdagi jimi kuch-qudrat birdilla g'oyib bo'lib ketadi. Mana bu ojizlikni o'zining ashaddiy dushmani Heraklis bilib qilib, bir qatimliq jangda uni baldan elibla oyiqini yerdan uzib olgan. Buning bilan Antaning putini zaminga tekkizmay, bo'shliqda ko'tarib turib, bo'g'ib o'ltirib o'tgan. Demak, Mas'ud apandi shu topning o'zida o'z ona yurtidan bag'on siri yiroqlashib, ichki quruqlikdan putini uzib, dengizga yaqin rayonlarga berib, millatning taqdiri uchun siyosiy kurash qilmoqchi bo'lib yo'lga chiqqan edi. Afsus, Antaning hikoyasini aslaganida tashvishdan xoli bo'lolmay o'tadi. Nimali degan bilan Mas'ud apandi uchun buningdan boshqa bir tanlashma qolmagan edi. Vatandagi qurolliq inqiloblarning tragilik oqibatini o'z ko'zi bilan ko'rgan edi. Nurg'un badal to'landi. Nurg'un qon oqdi. Nurg'un bahodir azimatlar shahid bo'ldi. Ammo lekin hech bir natija qo'lga kelmadi. Mas'ud apandi amdi ikki cho'ng davlatning orasida qisilib qolgan Sharqiy Turkiston xalqini qurolliq inqilob qilish orqali emas, balki tinchlik yo'li orqali oliy muxtoriyatga bo'lsimi erishtirish uchun bu safarga otlangan edi. U umidsizlik ichida umid izlashga tirishayotgan, millat va vatanning istiqboli uchun yangi bir chiqish yo'li tepishga otlangan yo'lovchi edi.
Sovet ittifoqi bilan birlashib Uyg'ur xalqining inqiloblarini qonliq bostirgan Shin Shisayning ustidan Nanjing hukumatiga arz sunish orqali Sovet kommunistlarining Sharqiy Turkistondagi ta'sirini ojizlashtirish bilan birga siyosiy va ideologiyalik kurash qilish orqali dastlabki qadamda vatanning oliy muxtoriyat huquqini qo'lga keltirish uchun kurash qilish yo'lini tanlagan edi. Bu yo'lda uning umidi zo'r edi. Chunki dushmani Shin Shisay bo'lsin yoki Sovet ittifoqi bo'lsin, hozir Junxo Mingu hukumatiga mo dushman edi. Dushmanimning dushmani mening do'stim degan hikmat bo'yicha Nanjing hukumati bilan ittifoq tuzishni vaqtincha mantiqqa uyg'un deb qaragan edi. U Sharqiy Turkiston masalasining faqat qurol kuchi bilan hal bo'ladigan bir masala emasligini, o'zi shohid bo'lgan inqiloblarda shahid bo'lgan 10 minglagan yosh yigitlarning oqqan qonlarining natijasiz qolganligi orqali tunib yetgan edi. Shuning uchun navbatdagi eng oqilona yo'l Sharqiy Turkiston masalasini siyosiy yo'l bilan hal qilish degan qarashga kelgan edi. Mana bu uning eng oxirgi tanlashi va umidi edi. Hayotning o'zi bir tanlashdan iborat bo'lib, har vaqt bir tanlash yo'li mavjud. Asosiy masala qanday yo'lni tanlashda. Ega kim hayotga umidga to'lgan ko'z bilan qarab, yangi bir yo'lni tanlasa, hayotmo ta'sirlantiradigan mo'jizalarni yo'l ustiga chiqaradi. Mubada bu hayot mo'jizalarni ko'rsatmasa, eng bo'lmaganda bosgan yo'llarda kelgusi avlodlar uchun yo'l ko'rsatkichi tajriba savoqlarning izlari qolgan bo'ladi. Alat davom yurakda umid yulduzi chaqnab turadiganlar bo'lsa, manzilga opiradigan yo'lni hamon kashf qilgani bo'ladi. Shu vajidan inson ruhini tirildiradigan yanili umid. Magar kishi bu dunyodagi ko'ngilsizliklardan, jafolardan, alamlardan va qulluqdan, asoratdan hech qutulolmaydigandek bir tuyg'uga asir bo'lib, har bir mag'lubiyatga uchragan chog'da bu hayotga qaqshab, amaliy harakatga o'tmasa, reallikqa aql ko'zi bilan boqmasa, hayotidagi eng cho'ng xatolikni sodir qilgan bo'ladi. Mas'ud apandi bo'lsa, ko'ngliga go'zal orzu-armonlarni pukib, umidini yuksak tutishga g'ayrat ko'rsatmoqda edi. U ichida cho'qim bir kuni o'z taqdirimizni o'zgartiradigan mo'jiza yuz beradi. Buningdek mo'jizalarning yuz berishiga cho'qim chin dilimiz bilan ishonishimiz kerak. Bu hargiz tasodifiylik bo'lmasdan, aslida yuturib qo'ygan narsalarimizning qayta qo'limizga kelishidir. Har qancha bo'lsa-mo, peshonimizga putilgan bu qulluq mangulik emas-ku, deb o'ylagan edi. Darvaqa Mas'ud apandi o'ylagandek bu hayot insonning orzu-armonlari, umidlari bilan zinnatlangan. Ulug' Alloh har kimning hayot yo'liga chek qo'ymag'icha insonning barliq aql-parasti, sabr bilan umid yo'lini bo'ylab, nishonga qarab yo'l olgan bo'ladi. Mas'ud apandi ko'zini dengiz yuzidan uzib elib, yuqoriga tikdi. Bulutsiz ko'k osmon ba'ayni dengiz yuzidek suzuk edi. Bu qatim uning chiroyidagi g'am bulutlari tarab, ko'nglidagi kirlar yuyilib ketgan edi. Palakda parqirab turgan quyoshning oltin nurida jilvilinib turgan yuzi go'yo shexida may bog'lab pishgan tekes tog'laridagi bo'ljirgandek parqirab turadi. Tog'dagi bo'ljirganlar hargiz oldirab meva bermaydi. Balki tadrijiy holda voyaga yetadi. Avval yeshil, ondan tashqi ko'rinishida asta-asta o'zgarish bo'lib, sapqa tutadi. Uningdan keyin chechaklaydi va yumron tallarida o'zlarini tomosha qildirish uchun bir mazgil turgandan keyin oldirmay to'kilishga boshlaydi. Oxiri asta-asta yalpuz ranglik bo'ljirgan yetishga boshlaydi. Bu chaqda shoxlaridagi yaproqlar zaytun mayda maylab qo'ygandek paqirab, silqishib ketadi. Mas'ud apandimo inqilob yo'lida ana shu tog' bo'ljirganlaridek asta-asta pishiyotgan edi.
Onun kallasidagi Yunan afsonasidagi Antaning obrazi bara-bara xunukleşdi. Ulug'vor maqsadlarini amalga oshirishdan voz kechmaslikka ant ichdi va bu maqsadlarga yetish uchun dasturadigan yangi bir zamin ko'z oldida ro'shan ravishda namoyon bo'lishga boshlagan edi. Dengizlar bujg'undan yuziga to'r tatib, vazmin qiyolarni yuyar dam-mudam, qiyo dengizlarni yelkiga ortib, elib bormoqdadir qudratlik olam. Faustin. Yazg'uchi Habibulla Ablamitning Mas'ud Apandi nomli tarixiy romanini anglitishimiz bugun mushu yerda bo'ldi. Ko'rishguncha omon bo'linglar.